8 yoshdan 14 yoshgacha farzandi bor bo'lgan ota-onalar diqqatiga. Yoz bolalar uchun eng uzun ta'til. Lekin ko'pchilik ota-onalar bu davrda bitta muammoga duch kelishadi. Bola uyda bekor qoladi. Telefon, planshet, kompyuterdan bosh chiqmaydi va butun yozni shunaqa foydasiz mashg'ulotlar bilan o'tkazadi. Buning oqibatida bolada aqliy sustlik paydo bo'ladi. O'rganishga qiziqish pasayadi. Eslab qolish qobiliyati susayadi va atrofdagilar bilan muloqot qilishdan qochadigan bo'lib qoladi. Va eng yomoni, yozni bekor o'tkazgan bola maktabga hech qanday tayyorgarliksiz, ruhiy tushkun holatda qaytadi. Bu esa nafaqat baholariga, balki butun kelajagiga salbiy ta'sir qiladi. Bu muammoga yuzaki qaramagan va farzandining kelajagi haqida qayg'uradigan ota-onalar uchun maxsus 8 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalarga mo'ljallangan Registan Super Summer dasturini taklif etamiz. Bu yerda farzandingiz ingliz va rus tillarini o'rganadi, matematikani tushunarli va quvnoq tarzda o'zlashtiradi. Darslar haftasiga 6 kun davom etadi. 3 kun asosiy ustoz bilan interaktiv darslar, qolgan 3 kuni yordamchi ustoz bilan mustahkamlovchi mashg'ulotlar bo'lib o'tadi. Bundan tashqari haftada 3 kun farzandingizni har tomonlama rivojlanishi uchun qo'shimcha mashg'ulotlar, shaxmat shashka, kubik rubik, nutq darslari, san'at hamda chizmachilik mashg'ulotlari bo'lib o'tadi. Har yakshanba jamoaviy o'yinlar, sayohatlar, tanlovlar va musobaqalarda qatnashadi. Omma oldida nutq so'zlashni o'rganadi. Farzandingizni o'zlashtirishini nazorat qilishingiz uchun har oy yakunida test imtihonlari, ota-onalar uchun oylik hisobotlar berib boriladi. O'quvchilarning motivatsiyasini oshirish maqsadida har oyda Kids auksion bo'lib o'tadi. O'quvchilar darslarni yaxshi o'zlashtirgani evaziga $dollarlar to'playdi va ular orqali o'zlari istagan sovg'alarni sotib olishadi. Farzandingiz yangi tilni o'zlashtirishni boshlaydi. Sportga, ijodga va rivojlanishga qiziqadi. Muloqot qilishga va jamoa bilan ishlashga odatlanadi hamda yangi do'stlar orttiradi. Agarda siz ham bu yoz farzandingiz uchun eng zo'r fasl bo'lishini istasangiz, video ostidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va birinchi bepul darsimizga yoziling.